Bolgariyani may oyi qori qopladi. Hindistonda kutilmagan bo'ron 36 juftning to'yini barbod qildi. Xitoyda tosh bo'laklari avtomobillarni yanchib tashladi. Braziliyada esa bir kishini oddiy razvedka orqali chaqmoq urib o'ldirdi. Dasturimiz davomida o'tgan haftaning ushbu va boshqa eng g'ayrioddiy iqlimiy hodisalari tafsilotlari bilan tanishasiz. Bolgariya. 1-may kuni Bolgariya anomal sovuqni olib kelgan kuchli Arktika fronti ta'siriga tushdi. Shipka dovonining eng baland nuqtasida manfiy harorat va qor qoplami qayd etildi. Yo'llarga, jumladan ayrim joylari butunlay muzlab qolgan Shipka Buzluja panorama yo'nalishiga ham qum sepishga to'g'ri keldi. Dovonning shimoliy tarafida tuman va qor yog'ishi sababli ko'rinish yomonlashdi. Ayni shu kuni Radop tog'laridagi Smolen shahri va Pamporova tog' chanqilg'urorti o'rtasida yirik ko'chki yuz berdi. Bunga qadar kuchli yog'ingarchilik kuzatilgan edi. Smolen viloyatida aprel oyi davomida me'yordan 2 barobar ko'p bo'lgan 250 mm ga yaqin yomg'ir yoqqan. Ko'chki respublika ahamiyatidagi yo'lning 70 metrga yaqin qismini vayron qildi. Qariyb 2 gektarlik o'rmonni ag'dardi, gaz quvuriga shikast yetkazdi va qurilishi tugallanmagan binoni shikastladi. Natijada binoda yoriqlar paydo bo'ldi. Yaqin atrofda aholi yashash punktlari bo'lmagani tufayli hech kim jabrlangani yo'q. Ammo xavf hali bartaraf etilgani yo'q. Tuproq siljishda yo'l qoplamasidagi yoriqlar esa kengayishda davom etmoqda. Vayron bo'lgan yo'lni tiklashga 6 oydan 2 yilgacha vaqt ketishi mumkin. Avtomobil harakati 2 ta aylanma yo'nalishga qayta yo'naltirildi. Endi yo'l taxminan 1 soatga uzaydi. Yoqilg'i xarajati esa 2 barobar oshdi. Aylanma yo'llardan biri Stoykita qishlog'i orqali o'tuvchi yo'lning o'zi ham ayrim joylarda xavfli bir polosali yo'lga aylanib qolgan. Bir uchastkasida tayanch devori qulagan bo'lsa, boshqa bir qismida yo'l polotnosi daryoga o'pirilib tushgan. Pamporovadagi mehmonxona egalari ogohlantirishicha, agar kurort uzoq vaqt transport qamalida qolsa, bu narxlar oshishi va jiddiy iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Braziliya. Braziliyaga bir qator g'ayrioddiy tabiiy ofatlar hujum qildi. Aprel oyi oxirida qishning rasmiy boshlanishiga 50 kundan ko'proq vaqt qolganida Rio Grande do Sul shtatining katta qismida havo harorati 0 darajadan past yoki shu atrofda ekani qayd etildi. Soledade munitsipalitetida termometr ustuni -2,7 darajani ko'rsatdi. Bu yerda hatto qishda ham bunday sovuq kamdan kam kuzatiladi. Porto Alegre aglomeratsiyasida o'rtacha minimal harorat 17 daraja atrofida bo'lishiga qaramay, havo 3,9 darajagacha sovigan. G'ayrioddiy sovuq havo bir necha kun davom etdi. Uning ortidan esa 1-may kuni shtatga momaqaldiroq do'l va tezligi soatiga 106 km ga yetadigan shiddatli shamol bilan kuchli bo'ronlar bostirib keldi. Haddan tashqari ko'p yog'ingarchilik daryo va irmoqlarning o'zanidan toshishiga olib keldi. Qulagan daraxtlar va suv toshqinlari yo'llarni to'sib qo'yib, ko'plab aholi punktlarini tashqi olamdan uzib qo'ydi. 19 ta munitsipalitetda vayronagarchiliklar qayd etildi. Eng ko'p Rosario do Sul shahri jabr ko'rdi. Bu yerda atigi 7 soat ichida deyarli 3 oylik me'yorga teng keladigan 324 mm yog'in tushdi. Ko'plab uylarni suv bosdi, oqibatda 500 kishi evakuatsiya qilinishga majbur bo'ldi. Bo'ron paytida Patos ko'lida 4 nafar ekipaj a'zosini olib ketayotgan baliqchi kemasi cho'kib ketdi. Bir kishining jasadi topildi. Yana 3 kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Kankuso munitsipalitetida bir erkak rozetkaga ulangan mobil telefondan foydalanayotganda chaqmoq sababli tok urishidan halok bo'ldi. Yana bir chaqmoq urishi oqibatida Rio Grande munitsipalitetidagi uy yonib ketdi. Xayriyatki hech kim jabrlanmadi, biroq turar joy butunlay olov ichida qolib, kulga aylandi. Santa Katarinada ham bo'ronlar turli hududlarda, ayniqsa shtatning tog'li hududlari va g'arbiy qismida vayronagarchilik izlarini qoldirdi. San Joaquim shahrida kuchli jala va dovul oqibatida daraxtlar quladi, binolar va qishloq xo'jaligi yerlariga shikast yetdi, infratuzilma zarar ko'rdi. Rasmiylar bunday kuchli vayronagarchiliklarga shamolning mikrokuchayishi yoki tornado sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini istisno etmayapti. Pernambuku shtatida kuchli yomg'irlar tufayli 22 ta munitsipalitetda favqulodda holat e'lon qilindi. 9500 dan ortiq kishi o'z uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi.
184 mm yog'ingarchilik kuzatilgan Olinda shahrida ko'chki sodir bo'lib, uning oqibatida ona va uning 6 oylik go'dagi vayronalar ostida halok bo'ldi. Shtat poytaxti Resifida ham yana bir halokatli ko'chki uy ustiga qulab, 2 nafar yosh bolani qo'shib hisoblaganda, yana 3 kishining umriga zomin bo'ldi. Paraíba shtatida ham vaziyat keskinlashdi. Santa Rita munitsipalitetida daryo sathi 7 metrdan ziyod ko'tarilib, aholi punktlari tashqi dunyodan uzilib qoldi. Rio Tinto munitsipalitetida daryo qirg'oqdan toshib, 600 ga yaqin uyni suv bosdi. Inge shahrida ko'prik qisman qulab tushdi va bu mahalliy tez tibbiy yordam punktiga qatnovni izdan chiqardi. Shu vaqtning o'zida Pedras de Fogudagi PB 032 avtomobil yo'lida o'pirilish yuzaga keldi. Shtatda 1800 ga yaqin oila boshpanasiz qoldi. Infratuzilma esa jiddiy zarar ko'rdi. Guarabira munitsipalitetida Mehnatkashlar kuni munosabati bilan o'tkaziladigan ko'cha poygalariga tayyorgarlik ko'rayotgan 2 erkakni tok urib o'ldirdi. Mamlakat bo'ylab birinchi maydan beri tabiiy ofat kamida 10 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Xitoy 28 aprel kuni kechqurun Guansi provinsiyasining Hechi okrugidagi Fenshan tumanida qiyalikning bir qismi kutilmaganda qulab tushdi. Taxminan 135 metr balandlikdan ulkan xarsang toshlar qulab, yo'l, avtomobillar va yo'l bo'yidagi binolarga shikast yetkazdi. Bir nechta mashina pachoq bo'lib, tanib bo'lmas holga keldi. Tosh qo'chishi oqibatida yaqin atrofdan o'tib ketayotgan ona va bola jarohatlandi. Ular zudlik bilan shifoxonaga yotqizildi. Ko'chki sodir bo'lgan joy yaqinidagi avtoservis egasining aytishicha, u avvaliga momaqaldiroqqa o'xshash ovozni eshitgan. Bir necha soniyadan so'ng esa pastga toshlar yog'ilgan. U xotini va 6 yoshli o'g'lini orqa eshikdan olib chiqib ketishga ulgurgan. Zarba shunchalik kuchli bo'lganki, xarsang toshlar bino peshtoqidagi ustunlarni egib, ichkariga kirib ketgan. Yana bir guvohning eslashicha, uning ustaxonasi oldida turgan yuk mashinasi qo'shni do'konga uchib tushgan. Oilaviy mikroavtobus esa pachoqlanib ketgan. Ko'chki ko'lami ancha katta bo'lib chiqdi. Qulagan jinslarning umumiy hajmi taxminan 1000 kub metrga baholandi. 6 ta uy, 18 ta avtomobil va yo'l infratuzilmasi zarar ko'rdi. Yo'l to'silib, xavfli hududdan 130 kishi zudlik bilan evakuatsiya qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tosh ko'chishiga uzoq davom etgan va qoya massivini zaiflashtirgan kuchli yomg'irlar sabab bo'lgan. Vyetnam 26 aprel kuni garchi yomg'irlar mavsumi hali boshlanmagan bo'lsa-da, Vyetnamning bir nechta viloyatiga jala, momaqaldiroq, do'l va shiddatli shamol bilan kuchli dovullar tashlandi. Tabiiy ofat binolarning tomlarini uchirib yubordi, daraxtlarni ag'dardi va elektr uzatish tarmoqlariga shikast yetkazdi. Natijada 490 ga yaqin turar joy, shuningdek maktablar, bola bog'chalari va ma'muriy binolar ziyon ko'rdi. Qishloq xo'jaligiga ham jiddiy zarar yetkazildi. 3400 gektardan ortiq sholi, makkajo'xori va sabzavot ekinlari nobud bo'ldi. Shuningdek, akatsiya ko'chatlariga ham ziyon yetdi. 28 aprel kuni Txanxoa provinsiyasining Namsuan kommunasida fojia ro'y berdi. Kuchli dovul keksa er-xotin va ularning 13 yoshli nabirasi istiqomat qilayotgan ustunlar ustiga qurilgan uyni vayron qildi. O'sha payt uxlab yotgan bola vayronalar ostida qolib ketdi. Afsuski, uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Hindiston 27 aprel kuni mamlakat poytaxti Dehlida termometr ustuni 42 darajadan oshdi. Rajasthan shtatining Jaysalmer shahrida esa shu kuni harorat yilning shu davri uchun rekord ko'rsatkich bo'lgan 46 darajagacha ko'tarildi. Odamlar yaqin kunlarda bo'lishi bashorat qilingan salqin havo kelishini intizorlik bilan kutayotgan edi. Hatto shu kunlari Tonk okrugida bir vaqtning o'zida 36 juftlik ishtirok etadigan nikoh marosimi ham rejalashtirilgandi. Biroq ob-havo birdaniga keskin yomonlashdi. Kutilmaganda chang bo'roni ko'tarildi. Bir necha daqiqa ichida kuchli shamol ulkan chodirlarni uchirib ketdi. Qurilmalarni ag'darib, metall qismlarini hudud bo'ylab sochib yubordi. Bir necha ayol va bola jarohat oldi. Dehlida chang bo'roni vaqtida shamol shiddati 75 km/soatga yetdi.
Ko'rish masofasi deyarli nolga tushib, Indira Gandi nomidagi aeroportda parvozlarning kechikishiga sabab bo'ldi. Sikr shahrida esa tabiiy ofat elektr uzatish liniyalari ustunlarini qulatdi. Oradan 2 kun o'tib, 29-aprel kuni Karnataka shtatidagi Bangalore shahri kuchli va maqolroq zarbasiga uchradi. Shiddatli shamol 170 ga yaqin daraxtni ag'dardi. Yiqilgan daraxtlar elektr uzatish simlarini uzib, ko'chalarni to'sib qo'ydi. Favqulodda xizmatlarga 500 dan ortiq yordam so'rovi kelib tushdi. Shaharga shiddatli do'l yog'di. Havo harorati keskin pasayib, iqlim me'yoridan ancha past bo'lgan 18 darajagacha tushdi. Bangalorening markaziy tumanlaridagi ko'plab ko'chalar oppoq muz qatlami bilan qoplandi. Mahalliy aholining aytishicha, ular ilgari hech qachon bunchalik ko'p yo'l ko'rmagan. Momaqaldiroq rekord darajadagi jala bilan kuzatildi. Shaharda bir sutkada 110 mm yog'ingarchilik qayd etilib, butun kuzatuvlar davridagi aprel oyining eng ser yog'in kuniga aylandi. Bo'ron shahar biznesiga ham jiddiy zarar yetkazdi. Kitob do'konlaridan birini suv bosib, 5000 ga yaqin kitobni yaroqsiz holga keltirdi. Past tekislarda suv toshqini tufayli transport harakati va shahar xizmatlari faoliyati izdan chiqdi. Metro bekatlarini suv bosdi, poyezdlar kechikishi bilan harakatlandi. Yo'llarda esa yirik tirbandliklar yuzaga keldi. Shaharda qatnov deyarli to'xtab qoldi. Ayrim joylarda suv sathi tezda 1 metrgacha ko'tarildi. Shivajinagar tumanida odamlar yomg'irdan pana topgan Bowring shifoxonasining 2 metrli devori qulab tushdi. Oqibatda 7 kishi, jumladan 6 yoshli qizaloq halok bo'ldi. Yana 3 kishi shifoxonaga yotqizildi. Bu noqulay ob-havoning yagona qurbonlari emas. Mamlakatda tabiiy ofat yana 3 kishining umriga zomin bo'ldi. 2 kishi tok urishidan vafot etdi, yana biri esa uy qulagach vayronalar ostida qolib ketdi. Pokiston 27-aprel kuni Sind viloyati va unga tutash hududlarda kuchli momaqaldiroq kuzatilib, jala quydi va shiddatli shamol turdi. Jafarobod shahri va uning atrofida bo'ron uylar, tomlar va quyosh panellarini vayron qildi. Natijada 9 kishi jarohatlandi. Og'ir ahvoldagi 3 kishi esa shifoxonaga yotqizildi. Kuchli shamol tufayli elektr ta'minoti tizimi ham jiddiy shikastlandi. Bir necha tuman zulmatga cho'mdi. Past tekislarda yomg'ir suvi to'planib, mahalliy aholiga qiyinchiliklar tug'dirdi. O'sha kuni viloyat chaqmoq urishidan ham ziyon ko'rdi. Shikarpur tumanida chaqmoq bug'doyzorlar va chorva ozuqasiga o't ketishiga sabab bo'ldi. Tharparkar tumanining Gortxiyar qishlog'ida chiqqan yong'in 30 ta paxsa uyni kulga aylantirdi. Shuningdek, uy hayvonlari ham olovdan jabr ko'rib nobud bo'ldi. Haypur tumanidagi Paryalo shahri yaqinida esa chaqmoq xurmozorga kelib urildi. Daraxtlarning uchlari tunda alanga olib, aholi orasida vahima uyg'otdi. Kambar Shahdatkot tumanida 3 marta chaqmoq urishi fojia bilan yakunlandi. 3 ayol jarohatlandi, 2 nafar bola halok bo'ldi. So'nggi yillarda sayyoramizda momaqaldiroq faolligining g'ayrioddiy darajada kuchayishi kuzatilmoqda. Shunga qaramay, ko'pchilik momaqaldiroqni hamon oddiy ob-havo hodisasi, yoqimsiz, qo'rqinchli, lekin hayotga bevosita xavf tug'dirmaydigan bir holat deb biladi. Bu ayniqsa ilgari momaqaldiroqlar nisbatan kam uchraydigan yoki unchalik kuchli bo'lmagan hududlarga xosdir. Asosiy muammo ham shunda. Bizning tasavvurlarimiz o'zgarayotgan voqelikdan ko'pincha ortda qolmoqda. Bugungi kunda atmosferadagi elektr energiyasi miqdori shiddat bilan ortib bormoqda. Majozan aytganda, atmosfera tobora ulkan energiya kondensatoriga o'xshab bormoqda. Bu kondensator vazifasini esa elektr xususiyatiga, ya'ni elektr zaryadini to'plash va saqlab turish qobiliyatiga ega bo'lgan nanoplastik o'tab, bulutlarning elektrlanishini kuchaytirmoqda. Natijada momaqaldiroqlar shiddatliroq, chaqmoqlar kuchliroq bo'lib, ularning zarbalari odatiy bo'lmagan joylarda va mavsumdan tashqari vaqtlarda tobora ko'proq sodir bo'lmoqda. Chaqmoqlar o'zini avvalgidek tutmay qo'ydi. Biz chaqmoq eng baland obyektlarga urilishiga o'rganib qolganmiz. Shu sababli odam binolar yoki minoralar yonida o'zini nisbatan xavfsiz his qiladi. Biroq so'nggi yillardagi real voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, chaqmoq hatto yaqin atrofda balandroq inshootlar bo'lsa-da, bevosita odamning o'ziga yoki odamlar gavjum joyga tobora ko'proq urilmoqda. Shu bois momaqaldiroq va chaqmoqqa bo'lgan munosabatni qayta ko'rib chiqish vaqti keldi. Hozirgi sharoitda bu hodisa o'lim bilan tugashi mumkin bo'lgan tabiiy ofatdir. Ammo gap har bir bulutdan qo'rqishda emas,
balki bunday vaziyatda o'zini qanday tutish kerakligini aniq tushunishadi. Agar momaqaldiroq gumburlashi eshitilsa yoki yaqinlashayotgani sezilsa, hech narsa bo'lmagandek sayr qilishni, cho'milishni, tashqarida ishlashni yoki hovlida o'ynashni davom ettirib bo'lmaydi. Bunday paytda asosiy vazifa momaqaldiroqni tomosha qilish emas, balki o'z vaqtida xavfsiz joyga o'tishdir. Bu va boshqa qoidalarni nafaqat o'zimiz bilishimiz, balki atrofdagilarga, ayniqsa bolalarga ham tushuntirishimiz muhim. Ular ancha himoyasiz, chunki har doim ham xavfni tezda baholay olmaydi va ko'pincha kattalarning xatti-harakatlarini takrorlaydi. Momaqaldiroq inson hayotiga zomin bo'lishi mumkin bo'lgan hodisa. Buni qanchalik tez anglab yetsak, shunchalik fojianing oldini olgan bo'lamiz.